Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda man maslahat beradigan hamda man maslahat bermaydigan uходовый kosmetikalar haqida gaplashamiz. Blogerlikda endi boshlayotgan paytimda bitta onlayn magazin guruchlik uходовый kosmetikani reklamasini bergan edi. Mahsulotni bir hafta foydalanib ko'rdim va bir hafta aynan shu mahsulotdan foydalanganimdan keyin yuzimga qarab bo'lmas darajada mayda toshmalar, ya'ni egrilar chiqishni boshladi. Ko'pchilik odzivlarda 50% insonlar bu mahsulotni maqtashsa, 50% esa yuziga teskari ta'sir qilgani haqida yozishgan ekan. Balki bu meni yuzimga tushmagandir yoki menga poddelkasi uchragandir deb men boshqa onlayn magazindan aynan original versiyasini zakaz qildirdim va bir hafta uni ham ishlatib ko'rdim, lekin natija o'sha. Va men bu reklamaga отказ berdim, chunki yuzimga toshma toshiradigan mahsulotlarni sizlarga ham tavsiya qilishni xohlamadim. Va men aynan o'sha uходовый kosmetikadan qolgan toshmalar hamda izlarni kartoshkani suv bilan ketkazishni boshladim. Ya'ni bu menda sinalgan usul, chunki yoshligimda ham balog'at yoshida yetganda baribir hammada toshmalar chiqadi va o'sha davrda men aynan kartoshkani suv bilan yuzimdan ketkazgan edim. Shu safar ham xuddi shu usulni qo'lladim hamda natijasini ko'rdim. Va kartoshkani suvdan tashqari yana har xil uходовый kosmetikalardan foydalanishni boshladim. Uходовый kosmetikalarni ham sinab ko'rdim, ularning effektini ham ko'rdim. Aynan qaysi uходовый kosmetika ekanligini bilishni xohlasangiz, kommentariyada ikkinchi qismda yozib qoldiring.